Selam dostlar, selam Şayan. Min Tukay, Frankfurt'ta yaşım. Bizning park yo'llasha g'ina o'rnashgan. Mening uydan yiroq tugul. Parkka alma bilan birga boramiz. Munda itlar bilan yurar uchun o'rinlar bor. Atnağa bir tapkır parkdagi ketgan yaproqlari shunday maxsus mashina suvurtgich bilan ship olib ketilar. Bu mening itim Alma. Men onun bilan har kun uramda yurishga yaratam. Mening itim Alma asharga yarata. Selam. U mening yaratgan shirshim. 31 dekabr uni motor etib ko'p o'ynashlar bilan bezab qo'yarlar. Shulay uk bizda shirshillarni kesmilar hem uyda bezamilar. Biz parkdagi shirshini bezaymiz bayramga. Bu sport meydanchig'iga men sport bilan shug'ullanib, sizga ko'rsatib ketam. Hozir men sizga nishik pizzaga sakas birgemne ko'rsatib ketam. Eine Pizza Gemüse und eine Thunfischpizza mit Zwiebeln. Und alles mit Mozzarella-Käse bitte. Mozzarella da. Ja. Benim yaratgan pizza. Min mozzarella pizzasin sir bilan yaratam. Biktimi. Dene bulsun. Tataristandagi balalarga nishik tugan tilimni öğrengenimni ko'rsatarga tilim. Hava turuşu ne şekilde? Balıt var. Balık var. Salkın? Sakın. Şulay ok Tatar televizyasını karab anlay başladım. Vel okutuşu apa mina şayanan video sujetlar işe itip karaga bire. Bik yaratam. Selam dostlar. Bugün sizga Qozon masjidida qo'yilgan haykal turida so'zlashyapman. Bu mudrabda o'rnashgan haykal 2009-yilda ishlangan. Uning avtori Tataristonning ot qozongan san'at ishliklisi Igor Bashmakov. Sauberes dostlar, sauberes Şayan.